Assalamu alaikum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Aldı bilan bugungi asosiyatni so'zlashimiz sababi qarindoshlar uzundan buyon so'z qilmadingiz, jim bo'lib ketdingiz deb ba'zi gaplar bo'libdi. Shuningga qarindoshlarimizga men yo'qolib ketmadim. Nurg'un ishlar bilan aldirash bo'lganligim uchun burunqidek daim to'g'riga chiqib so'z qilolmaganligimni bildirish uchun buni nima qildim. Ammo asosiy nimasi bu yerda ba'zi gaplar bo'ldi. Bizning quloqimizga ba'zi gaplar keldi. Ma'lum ba'zi tashkilotlarga va yoki kishilarga Xitoylar va ularningki Xitoylardan sirt yana shu chet ellik ba'zi kishilar bularga Uyg'urlar davlat boshqaranmaydi. Sharq Turkiston mustaqil bo'lgan taqdirda bular davlat boshqaranmaydi deb nima maslahatlar beribdi. Shuning uchun sizlar Xitoylar bilan birlikda ish qilishinglar kerak. Xitoy bilan demokratiyani nima qilib Xitoylar bilan birlikda yashashinglar kerak deb shunday fikrlar bo'libdi. Buningga biz Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati nomidan va Sharq Turkiston xalq nomidan raddiya berishni to'g'ri ko'rdik. Ikkinchisi, biz strategiya nuqtasidan qarasak, Xitoylarga ishensek bo'lamdi, bo'lmamdi degan bu savolga qisqacha bir javob beradigandim. Birinchi nuqtaga kelsak, hamda 30-40 yilning yozi chet elda ba'zi ma'lum tashkilotlar va yoki shaxslar Uyg'urlik davosini va yoki Sharq Turkiston davosini qilyapmiz deb millatni rost gapni qilsak aldab keldi. Bular aslida hech bir vaqt Sharq Turkiston davosi qilgani yo'q. Hatto Uyg'ur davosini qilgani yo'q. Buningki elayotgan puli, nimasi, maashi, bu nimalari shu Xitoyni demokratiyalashtirish uchun elayotgan maoshlar, elayotgan pullar. Shuning uchun bular hech bir vaqt Sharq Turkiston xalqiga va yoki Uyg'urlarga rasmiy bir amaliy xizmat qilgani yo'q. Bir paydiz yetkizgini yo'q. Agar paydiz bo'lgan bo'lsa, manda paydiz yetkizdi deb bir nima qilib qo'ygan. 30 yilning yozi bizga nima foyda keldi millatga? Nim foyda keldi bizga? Qilch bir foydasi yo'q, kelgini yo'q. Hatto 9 yilning yozi millatimizdan yurib suiqasdlar nurg'un suiqasdlar bo'libdi va uningdan Misr yana nurg'un suiqasdlar bor. Uni vaqti kelgan chaqda hammamizni xalqqa oshkorlaymiz. Hamda bu yerda bularga maslahat berayotgan kishilar Uyg'urlar davlat boshqaranmaydi. Davlat atogin Sharq Turkiston mustaqil bo'lib qolsa, Sharq Turkiston Iroqdek bo'lib ketadi va yoki Suriyadek bo'lib ketadi va yoki Afg'onistondek bo'lib ketadi deb so'z qilibdi. Va yoki fikr talablar nima takliflar beribdi, buniki maslahatlar beribdi. Shuning uchun manda qilishinglar kerak. Aziz Sharq Turkiston xalqi, biz tarixdan buyon biz Ama nima uchun buningga bo'lib qoldik? Bilimsizlik tufaylidan va o'zimiz tunamaganlik tufaylidan va dushmanlarningki yiligarlik tufaylidan. Buni bilib do'stlarmi bilib qolsin, dushmanlarmi bilib qolsinki va Uyg'ur millati va Sharq Turkiston xalqi bilib qolsinki, biz yana davlatimizni asli keltira olamiz. Va davlatimizni asli keltirib, hozirgi zamonaviy bir davlat, demokratik bir davlatni boshqara olamiz. Ve Irak'daki veya ki başka devlet bulmaydı. Çünkü bizniki o yerde Irak'daki veya başka Afganistan'daki nurgun etnik gruplar yok. Sharq Turkiston xalqi bor,
Şarkı Türkistan halkı hamısı Türkiye milletler. Özara tarihten buyan biz bir-birimizni kırıp çögünümüz yok. Bizning barliq düşmanımız şu Xitaylan bolgandygy. Tajawuzçı Xitaylara qarşı turduk ve ular bilen birlikde yaşanmaydiganlygymız bar. Amma Şarkı Türkistan döwleti kurulgan çağda o Xitaylar bizninki döwletimizde oturamdı. Yak. Askeri kesse o Xitaylar, o korkak Xitaylar Şarkı Türkistan turup oturamdı. Katliyen turmaydı. Kaçıdı. Asker kaçkandek üzümü tikip kaçıdı. Buna Şarkı Türkistan halkı biliş gerek. Hatta aramızdaki hain münafıklarmı, Xitayga galçılık kıygan hain münafıklarmı döwletimiz aslı keltirgende döwlet bularni keçirmeslik üçün, soğuk tatil kalmaslik üçün, bular özünün jenini qogdaş üçün Xitayga kaçıdı. Bunu bilip koyunlar. Şunun için biz onundan ensirap gitip Afganistan'daki bulap gitimiz yoki u yerdeki bulap gitimiz döwlet başkaranmaydı ekemiz, unda bunda xiyallady bolmayly. Döwletimizni aslı keltirsek biz döwlet başqarışını biz ügetdik başka milletlerge. Kutatqı bilikni yazgan Yusuf Hasacip döwlet başqarışını yani şu bizning milletden çıktı, bizning döwletimizden çıktı. Kağızni, ilim irfanını üretken dünyanın imkigan bizning milletden çıktı. Hatta Mongol imperiyasını, hükümranlıkını, döwletini başqırdıganlar yani şu Uygur'unu işletti. Çingiz Han döwlet başqarışda yani şu Uygur'unu işletkenlik üçün döwlet başqaraladı. O büyük imperiyani kuraladı. Şunun için onundan biz döwlet başkaranmaydı ekemiz yoki undan imiklanmaymiz ekenigen başqalarınki maslahatlarga ve yoki nimalarga aldanıp ketmeyli. Bu yerda çoğun bir suiqasd bar döwletimizni nim qilmaslik uchun. Bu yerda ikkinchi masalaga kelsak, Xitaylar bilan strategiya nuqtasidan biz Xitaylarga ishensek bulamdı. Ular bilan hamkorlasha olamdiq degan nuqtasiga keleli. Aziz qarindoshlar, biz düşmanimizni bilmaganligimiz uchun mushkunda qoldik. Hazır komünist Xitaylar bizning düşmanimiz deb nim qilsaqlam, o komünist Xitaydan burunmu? Gomingdan bizni qirdi. Gomingdandan burunmu? Tunganlar, yani musulmon degan Tungan, o'zini musulmon degan Xitaylar bizni qirdi. Onundan burun militarist Xitaylar bizni qirdi. Onundan burun imperialist Xitaylar bizni qirdi. Atogin demokrat Xitaylar kelsimi, onunki menfaati yana bizni qirish bo'ladi. Chunki onunki menfaati Xitoyni kuchli tutish. Tarihten bu yan bunda bulup geldi. Bizniki bu Xitay bilen boğan husumetimiz, düşmanlikimiz tüngelden peyda boğan iş emez. Neçe ming yılның yazı bizning ecdatlarımız bulağa karıştırıp, hatta Xitayның sipilini saldıqanlar, yani şu bizning ecdatlarımız. Xitayga mecburlap sipil seldirish qilganlar, yani bizning ecdatlarımız. Şunun için bu düşmanlik tünegen peyda boğan iş emez. Düşmanimizni tunugandan keyin onundaki özümüzni tunuya alaymiz. Düşmanimizni tunumay turup biz Şarkı Türkistan onu qilamiz, Uyg'ur anda qilamiz, manda qilamiz deb özümüzni aldamayli. Bazı kişiler aşında da oldu. Belki bazı kişiler mi yerim yalmak çalı Uyg'urlar. Bütünley Uyg'ur emas. Şunun için ular biz Xitaylar bilan iş qilamiz. Şunun için Xitay bilan başladı bu iş. Xitay bilan ayaqlaştırmayız. Yani degeni Xitay bizni qul qildi. Şunun için meniki maqsadim mosinish Xitayning qulligida to'xtatish, qul bo'lib yo'qotib etish. Da'vatida. Aziz qarindoshlar, 1921-yilda Abduxoliq Uyg'ur Oygan Uyg'urum deb she'rini yozgan. Milletimizni uyg'otish uchun, dushmanimizni tunutish uchun. O vaqtda kommunist Xitoy degan bir narsa tek qurilmagan. Hatta belki 1921-yildan keyin qurilgan kommunist Xitoylar deganlar. Hatta o vaqtda Şarkı Türkistan Cumhuriyet, Şarkı Türkistan zimnida Gomingdanchi Xitoymi yo'qdi. Militarist Xitoy bati ve bolsa Tungallar bati. Ve oğlum menfaat niyeti Şarkı Türkistan'ını tamamen özünden qilib olish uchun Şarkı Türkistan xalqini qirish. Şunun için o vaqtim oygan Uyg'urum düşmanını tunup oygan ko'zingni aç, bu düşmanni yo'qotmasang sen yo'qolasan deb 100 yil bo'lay deb qoldi bizga bu ulug' ajdodlarimiz bu gapni bizga da'vatqanga. Lekin biz buni anglamayapmiz. Hatta onundan burun kessakmi Köktürk Hakani 1400 yıl burun Köktürk Hakani Bilge Hakan inisi Kulteginninki mengü teşhida Xitayga ishonma, Xitayga aldanıp ketmeyin milletim.
Xitoyga aldanganlik uchun ko'plab qirilib ketding. Bu Xitoy yomon yiligar narsa, so'z tatliq, ipaklari yumshoq, oltinlar bilan seni aldab ketdi va sana yiroq qavmlarni o'ziga yaqin qilib yo'qtidi. Buni ishonma deb bizga 1400 yil, 1500 yil burun nasihat qoldirib qo'ygan. Lekin biz o nasihatni anglamadik. O'zimizni bilmadik. Chunki dushmanimizni bilmadik. Shuning uchun aziz qarindoshlarim, ba'zi kishilarningki va yoki shaxslarningki Xitoylar bilan birlashib Uyg'ur uchun xizmat qilamiz degan sapsaplarga aldanib ketmanglar. Ular Uyg'urlar uchun xizmat qilmaydi. Yana bo'lsa shu Xitoyning manfaati uchun xizmat qiladi. Chunki agar unda bo'lsa, qachon ular Xitoylar bilan hamkorlasha olamiz va yoki birlikda ish qila olamiz, böyle kommunistlarni ag'dirish bo'lsinmi? Faqat Sharq Turkistonni itiraf qilgan vaqtda, Sharq Turkistonning xalqininki mustaqillik nasl keltirishga bo'lgan irodasini hurmat qilgan vaqtlarda ular bilan oningdagi o'tirib, ama Xitoy kommunistlarga qarshi harakat qilsak bo'ldi deya olamiz. Aksicha, ya biz Xitoy atalmış yeni zamanni Xitoyning üzülmez bir parçası. Biz fakat demokratiya keldirmeyiz deydigan Xitoylar bilan hamkorlashsak, biz o'zimizning milliy manfaatimizga va kelgusimizga va o'tmishimizdagi ajdodlarimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Aqimizdagi bayrog'imizga xiyonat qilgan bo'lamiz, davlatimizga xiyonat qilgan bo'lamiz va mavjudligimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Shuning uchun buni to'g'richa tushuntirishga loyiq ko'rdik xalqimizga. Chunki bu yerda nurg'un uyallar o'yinib ketib bordi. Xalqimiz gol bo'lganlik uchun biz bu dushmanningki sapsaplarga va uyallarga aldanib ketib boramiz. Xitoylar bilan mumkin emas biz birlashamaymiz. Mumkin emas Xitoylar bilan ish qilolmaymiz. Va yoki hamkorlashamaymiz. Xitoy bizning dushmanimiz. Meyli komünist bo'lib ketsin, meyli gomingdangchi bo'lib ketsin, meyli boshqa narsa bo'lib ketsin, Sharq Turkistonninki mustaqillikka qarshi turgan kim bo'lsa, ular bizningki, qanday Xitoy bo'lsa, ular bizningki dushmanimiz. Uni bilib qo'yaylik. Dushman bilan biz ish qilib bo'lmaydi qarindoshlar. Xitoy nima uchun bizni lagerlarga qamab qo'yayotdi? Nima uchun? O'ylab boqaylik. Nima uchun Tibetliklarni yoki boshqalarni nima qilmayotdi? Lagerlarga qamab qirib etmayotdi. Nima uchun Sharq Turkistondan nima qilyotdi? Buni o'ylab boqaylik. Xitoy tamoman bizni yo'qotishimiz deyotdi. Tamamen yo'qotishimiz deyotdi. Shuning uchun bu kommunistlik emas, Xitoylashtirib bordi. Agar faqatlam kommunistlashtirib etgan bo'lsa, ha bu kommunist Xitoy ekan, buningki maqsadi bizni kommunistlashtirib etishgan desak bo'ladi. Ammo Xitoylar bizga majburiy och singillarimizni bosqinchi qilib zo'rlab Xitoyga nima qilyapti? Kichik bolalarimizni, necha yuz ming bolalarimizni Xitoyning uyimizdan ailelarimizni tatib, akitib ishkir ülkelerge ve yoki Xitoyning maktablariga ketib Xitoylashtirib bordi. Olim ziyolilarimizni turmalarda kamplarga nima qilib o'tirayotdi. Chunki Xitoy o'zininki bu kommunistlar atogin o'zininki yiqiladiganligini belgilik. Yiqiladiganligini bilganlik uchun, bular aqlliq bo'lganlik uchun, o'zininki bu milliy manfaatni o'ylaydigan bo'lganlik uchun bu Xitoylar ilgar bo'lganlik uchun Atogin ma Sharq Turkiston davlat qurilib qolmasin, asli keltirilib qolmasin. Shuning uchun biz bu davlatni boshqara oladigan, davlat ichiga oladigan barliq kishilarni tamoman yo'qotaylik. O'rniga 20 chala Xitoylarni qo'yib, Xitoy bilan birlikda yashaymiz, birlikda nima qilamiz deydiganlarni bizga yaloqchilik qiladigan go'ylarni qo'yib qo'ysaqlam biz razı bo'lamiz. Atogin shaqqillam demokratiya bo'lib qolsaqmi? Mana deb lagerni bo'shatimiz. Uni bo'shatimiz, ammo tamoman Uyg'urlikni yo'qotib qolgan, Turk o'zininki Sharq Turkistonlikni yo'qotib qolgan bir millat qoladi u yerda. Xitoyning maqsadi shu. Shuning uchun buni aldanib ketmaylik. Bizniki faqatlam birlam qutulish yo'limiz bor qarindoshlar. U bo'lsa davlatimizni asliga keltirish.
Devletimiz nesle keltürmey, bizninki siyasi hukuklarımız bulmay. Siyasi hukuklarımızı fakat devletlam nim kılalaydı. Üzümüzden devletimizlam icra kılalaydı. Devletimiz bulmay turup, siyasi hukuklarımız bulmay turup, bizninki kişilik hukukumuz, ya ki başka nasimiz mümkün emez. Mümkün emez bulmaydı. 3 yılının yazı, kim degende 4 xil Xitay kelip, 4 xil, 4 ming va'da berip boldy bizge. Müş kısqıça 3 yıldırlam. 4 ming va'da berip boldy. Vay andaqlymız, vay burunqısından yaxşı biz, vay andaqlymız, bundaqlymız, sizni ondaqmaymiz, sizni taraqqiyat qılymız, andaqlymız dep milletni qırıp tügitip bulayda otudu. Ve bularninki galçıllary yakından peyda bulayotgan galçıllary, yani millet aldap, yani şu düşmanın astyda toğuzup koyman, şu Xitay bilen birlikte yaşaymiz, şular bilen başlagan deykin, şular bilen birleşip balıqlymız da otudu. Biz düşman bilen qattiyan suuli qılmaymiz qarandaşlar. Qattiyan suuli qılmaymiz. Biz tarixdan buyan Şarq Türkistan xalqı, Uyghur milleti hiç vaqt jang meydanda mag'lub bolup qalgan bir millet emas qarandaşlar. Bunu bilip qo'yinglar. Tarixini bilinglar. Biz jang meydanda hiçbir vaqt Xitayga qarşı yengilip qalgan bir millet emas. Daim Xitayda muşunda Sulida yengilip qalgan bir millet. Xitayga aldınıp, Xitayninki tatlık sözlerge aldınıp ketken bir millet. Şunun için uygun aylayız qarandaşlar. Yani 2 yıl vaqtımız kaldı, 3 yıl bulay dep kaldı. Abdahalik Uygur'ninki, uygan Uygur'um degenge. Vaqtımız künden künsürü azayıp gitip bardı qarandaşlar. Vaqtımız yok. Birlikte kupuşumuz gerek. Devletimizin asla keltirişimiz gerek. Şarq Türkistan pakatlam Uygur milletinin anlam devlet emez. Kazaklarının, Kırgızlarının, Özbek, Tatar ve bütkül Türk milletlerinin devleti. Bütün Türk dünyasınınki anı büşki, anı yurtu. Türk medeniyetininki, insani medeniyetininki büşki. Bunu bilip koyunlar. Ve Xitay bu medeniyetini, bu milletini, bu zımını, tarihten tamamen ücri etmen davatıdı. İnsaniyetin, dünyadan tamamen ücri etmen davatıdı. Ama biz bununla bar gücümüz bilen karıştırmız. Ve biz galbi kılımız. Bunun işinanla qarandaşlar. Ümitsizlenmenler. Sovyetler mesela 1986 yıllarda Estonya veya ki Litvanya veya ki başka devletlerden sorsanlar, u yerdeki vaqtlardaki u xalqlarni 86'da şineti biz mümkün emas Rusya Sovyet'ten qutulanmaymiz deb şineti. Lekin 3 yıldan keyin Sovyet yıkıldı ve ular mustaqil devletlerini asla keltireledi. Şunun için şununla ki biz mi pat yakında devletimizni asla keltireleymiz ve devletimizni özümüz başkara alaymiz. Hiç kimninki ta'sir astı demez. Bizge Xitayninki veya ki başkalarninki hükümranlık lazım emas. Biz özümüz başkara alaymiz. Onun salayetimiz ba. Onunla adimimiz ba, bilimimiz ba, hamma narsamiz ba. Şunun için onda uyanlarga, onda sepseplerge, onda mesletlerge aldınıp ketmeyli. Ve Xitayla bilen birleşip iş kılımız degenlerninki sözlerge aldınıp ketmeyli qarandaşlar. Deydiğimiz fakat şu. Bizninki nişanımız devletimiz nesle keltiriş. Devletimiz nesle keltirelsek milletimizin mevcutluğunu saklayalayımız. Şunun için bu videonu takip koyunlar. Oynanınla aziz qarandaşlar, oynanınla. Başta düşmanını tunusanlar, öndənkin üzənlərini tunuyalayısılar. Düşmanının qandalikini bilsanlar, üzənlərini tunuğan deykin, onun deykin emli hareket kılalayımız qarandaşlar. Bulmasa düşmanı aldınıp gitiyevəsək, qırılıp yuqap gitimiz. Ama biz onu yol qoymayımız. Onun qattiyan yol qoymayımız. Ve en ayıqı deyilğinim, Şarq Türkistan halkı az bolsumu bu sali yalğızken, undaken, bundaken dep qılıp biz yalğız emas. İnşallah yakında yerimizde hizmet kılgan bir neçe Amerikalık qarandaşlarımız, dostlarımız Şarq Türkistan'ın mustaqilligini kollaydigan ve Amerika'nın menfaatiga to'g'ri keladigan, Şarq Türkistan'ın mustaqilligini asla keltirish Amerika'nın menfaatiga to'g'ri keladi deb hareket kılavatkan bir Türk'üm Amerikalık dostlarımız biz bilen birlikte iş kıladigan bo'ldi bundayken.
Shuning uchun bu biz uchun bir az bo'lsa bir xo'sh xabar. Oldimizda nurg'un necha oylar bor, ammo inshaalloh mush yilning oyigacha biz Sharq Turkiston davlatini beslavagan bir davlat deb e'tirof qildiramiz. Bizning nishonimiz shu. Shuni nim qilgandan keyin undan keyin lagerni taqta olaymiz, boshqa narsani qila olamiz. Milliy mavjudligimizni saqlay olamiz. Ammo qat'iyan dushmanimiz bilan, Xitoylar bilan bizningki milliy mavjudligimizni, davlatimizni e'tirof qilmaydigan, mustaqilligimizni xohlamaydigan hech kishilar bilan va yoki shaxslar bilan va yoki tashkilotlar bilan qat'iyan sulh qilmaymiz, hamkorlashmaymiz. Buni bilib qo'yinglar. Sharq Turkiston xalqininki irodasi mustaqillik nasli keltirish. Buni 107 ming imzo bilan Sharq Turkiston xalqi butun dunyoga namoyon qilib bo'ldi. Va buni davomliq namoyon qilish kerak. Davomliq #independence for East Turkiston deb bir nimani boshlanglar qarindoshlar. Faoliyatni boshlaylik. #independence for East Turkiston. Chunki Sharq Turkiston butkul turk millatlarininki yurti, ana vatani. Faqatlam Uyg'urlarniki emas. Assalomu alaykum. Boshqa deydigan so'zim tamom. Agar jiqqab qilib qo'ygan bo'lsam yoki qattiq tegib qo'ygan bo'lsam, qusur topmagaysizlar. Gachilishib qolgan bo'lsam qusur topmagaysizlar. Assalomu alaykum.